Haqiqiy yuz bergan bundaq bir voqeani anglamadingiz. 1942 yil 3-oyning 27 kuni Amerika dengiz armiyasining 39-birlashma flotillasi So'q Atlantik okeanini kesib o'tib Shotlandiyadagi ittifoqdosh armiyaga yordam berishga tayyorlangan. U harbiy paraxoddan tarkib topgan bu flotning qo'mondoni general-mayor John Vercox edi. Shubhasizki bu daqiqada bu flot Atlantik okeanidagi eng qudratli harbiy kuch edi. Ammo tushdan burun soat 10 atrofida hujumchi paraxodning quyruqidagi kuzatchilar Washington nomli paraxoddan bir odamning dengizga tushib ketib, o'rkashlab yiqayotgan dengiz to'lqinida jon tanishayotganligini bayqab, ahvolni darhol kapitan Bensga doklab qildi. Benson ikki qo'g'ilg'uchi paraxodga ahvolni uqtirish qilib ko'pchilikning birlikda Washington nomli paraxodning quyruqidan bu odamni izlashni buyurdi. Naq maydonda ba'zilar birsining dengizga uchib ketganini ko'rdik desa, ba'zilar ko'rmadik deyishib, oz deganda 6 odam biraylarning dengizga uchib ketganini g'ilpal ko'rganligini, keyin noyat tez bu odamning dengiz to'lqin tarafidan yuzilib kelganligini aytdi. Qana qilish kerak? Demin qilimizda kapitan Benson darhol deminni boshladi. Washington nomli paraxod 2000 dan ortiq askarni demin qildi. Ko'pchilikning hammasi joyida, hammasi zodi kim dengizga uchib ketdi? Ular boshqa qaraganda oltisi xato ko'rgan o'xshaydi bu deyishdi. Kapitan Benson qandaqla bo'lmasin bu ishni cho'qim general Vercoxga doklab qilishimiz kerak deb o'yladi. Qo'l ostidagilar bilan generalning ishiga oldiga kelib yuqori ovozda general doklab qilgan bir ish bor edi. Doklab general sizga degan bir ish bor edi. Ishini doklab general ishini general javob qaytarmadi. Kapitan Benson va uning qo'l ostidagilar ishga chiqib kirib ichida hech kim yo'qligini bayqadi. Voy general nima ketdi? Bayatni demak qilgandim ko'rmadik-ku. Gazg'aylib ketmaganda deyishib ketdi. Bu chaqda bir askar pichirlab qoldi. "Hey kapitan, sizningcha bayatni dengizga uchib ketgan odam Vercox general bo'lishi mumkinmi emasmi?" Oh my god, askarning deganlar rasot qildi. Dengizga tushib tunjiq o'lgan yaqin asbasqan kishi dal general Vercox edi. Keyin tekshirishlarga asoslanganda uning dengiz g'arq bo'lib ketishining sababi uning kemada besh qo'yganligi sababidan bo'lishi mumkin ekan. General so'zi bilinmaganda ustida qutqizish kiyimi kiyib olgan bo'lib, amaliyot hayot qilish ehtimolligi bor ekan. Lekin u ayniqsa qutqizish kiyimini ta'tir kiyib olganligi uchun qutqizish kiyimi odamning suvdagi ig'ilib markazini tamponsashtirib, beshini tövanga putini osmonga qarab nafaslanmay o'lib qolgan. Şunu bilan general John Vercox'mo dengiz armiya tarixidagi dengizga tushib ketib qazo qilgan birdan-bir donliq dengiz armiya qo'mondoni bo'lib qolgan. Meni qo'shib bering, anglamaganda tan anglab, ko'rmaganda tan ko'rmasin.